Savol. Bezak yeyishmi yoki mening kelgan kiyim yeyishmi? Inkaslarning jiddiy bir niyatim ochib hozir musobaqa ehtiyoji qo'yib qoldim deb turibsam. Shuning bilan bugun biz nada deyapti, bugun nada? Bugun biz Xotanda. Xotanning nerede? Xotanning shu qappalisda. Tunyaz deb bilsin, bu yan bilmayman deb turibman. Xotanning qappalisi, Xotani tuqqan tushunmayman. Xotanning markazida siz tushuntu. Ma'qul. Unda Tunyaz bolam yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshi tudingmi? Yaxshi, bizning Xotan gapdan kelibsiz. Voy, dahshat bilan kelibsiz ya mana. deb turibsam. Shuning bilan tuqqanimiz hozir nadaga vaqtda Xotanda. Shu keyin bir ko'rsataman, men qabr kelsak. Shuning bilan bugun Şinjan Yeşil Güver Xalqaro So'tcha shirkati shu bezaklar bilan birlashtirib mamiyat yeşil ko'nakdan kelib nima ish qilmaydi deyotgan vaqtning o'zida Yeşil Güver shirkati oldin 10 kunlik bo'ldimi ha? Qashqaga berib qaytganimizga Şinjandagi shu tunji ya'ni sog'lomlikni asliga keltirish, masalan shu Yangshin bilan ochilgan kasblarga nisbatan Şinjandagi eng tunji bo'lib kasbiy holatda ko'lamlashgan bir maydon shu tarbiyalash ib bag'ishlar 300 dan ortiq kurslarda qatnashib kelgan Şinjan ham yerdan 10 kun o'tmaylar hozir Xotanni tuttiras qilib hozir ham Xotanni zilzila keltirib bugun 100 dan ortiq kursatlar bor ekan. Shuning bilan sizlar hozir yana nima g'oyat zo'r planlarni planlab hozir nima qatmoqchi? Shu oldin qaytib biz shu Qashqar shu darsni qilsak nurg'unliqlar biz qatnashamabdi deb pek uchur yozdi. To'xtamay uchur yezayverdi. Ya nurg'unlar hamda bizim işte kichik bolalarimiz bor deb shahrimizda qilib bersanglar qanday bo'ladi deb taklif fikr berdi. Shuning bilan Xotanda bir maydon, Aqsuda bir maydon degan dars o'rlashtirmoqchi. Aqsudagi darsimiz mush ayninki 12, 13, 14-kun, 3 kun. Şu bununla ihtiyaç nima şu kelganlar ya bir narsa tavsiya qilmadinglar. Biz to'lagan puldan jiqroq bir narsa o'rganib oldik. U narsa apriplam hozir bek sodimiz yaxshi bo'lib ketdi. Ish qilib siz bilan tanishganimizga mushtariz kelganimizga bek xush bo'ldik degandan ha to'xtabdi. Buningga xalqning ehtiyoji bor ekan. Biz bir xizmatni bo'lib boqlayimizlar uchun. Deb xizmat bo'lyaptimizga shu. Davomli ikkinchi qitim Xotanning xizmat bo'lyapmiz ana. Undan oldin qitim shu 300 dan ortiq shu Yangshinga ochilgan hattoki bizning Turpan pichan düşçülarda bor ekan shu vaqtida nereden tep olding bu odamdan deb. Demak, ham sog'lomlik kasbidan shug'ullanayotgan haqiqatan hozirgi vaqtning o'zida masalan savdo kasatlash deb bozor pasaydi deb hamma maylarning ehtiyoji boshqa. Qanday qilib sodniki sodisini yuksaltirish, qanday qilib shu bozor tepish masalan Yangshinga ochdim deb xaridor kirmasdan xaridor nereden topamayotgan nurg'un odamlarga hisobda bir javob sifatida eng muhimi kasbning yangi texnikalarni, yangi turlarini akrab turib 3 kun jarayonida hisobda 10 kun, 1 oy bilim oshirgunchilik bilimni 3 kun yetkazib ekansan. Men mishak vashi qayilib ketdim. Munosabatda shu Yangshinga ochgan barliq urug' tuqqanlarga vakalatim Yeşil Güver shirkatining qurg'uvchisi Güver Qosim xonimga yana bir qadam rahmatimizni bildiramiz. Rahmat. Undan boshqa Tunyaz ma'lum sizlar bek yomon bo'lib chiqarsizlar. Endi biz yomon emas, rostga qancha texnik yomon. Texnika o'rganadiganlar bek jiqgan. Bizlar do'konimizga bir tashviqot qilib qolgan bo'ldik. Hammalari shu sut keltirish, suro texnikasi, hamda sistemli holatda shu dasturga aslik keltirish, uning sirida Masenjan to'xtamoliniki shu bu daqtimni bizlarga oldin Qashqar so'zlab bergan, shu keyfnuzlash, kayfiyat qo'yib berib turib, palla chekish orqali badandagi tekshiruvsi chiqmaydigan, to'g'ri iste'mol qilsa yaxshilanmaydigan, kutinish qilsa yaxshilanmaydigan, shunday bir bearamchiliklarni tugutish to'g'risidagi so'zlangan bilimlaringizni hozir shu oliy maktab bolalarisiga ko'rilayotgan psixikalik to'solg'u va shunday bearamchiliklarni yaxshilab, yaxshi qiymat yaratayotgan boshqalarga intayin katta bo'lgan sog'lomlik berayotganlarniki bizlarga berilgan minnatdorlik so'zlari mana bu darsni o'rgatishga turtki bo'ldi. Asosiy sabab mana bu. Endi muallim bilibdi biz boshqalarga bildirish uchun tavsiyaga o'tmasak, bu muallim hammaga tunib bo'lmaydi. Shu maqsadda bu ishlarni o'rlashtirib to'qish qilib, oxirsida yaxshi natijalar bo'lyotdi. Bundan keyin bunday sog'lomlik safarlarini davomli yetkazib turamiz. Rahmat. Rahmat. Oldin qatam shu 10 kun burun kelgan vaqtda Yeşil Güver shirkatida qisqa vaqtning ichida mukofotga erishib, naq maydonda shu naq buluq mana mukofotga erishib, ayollar so'qan temish. Naq maydonda hozir vilukni ostiga qistirib o'tamiz ha, shuni. Yana bir qatam muborak bo'lsin. Undan boshqa meni hozir bir qiziqayotgan bir masala bor. Nima sog'lomlik asliga keltirish markazida, masalan, markazda asosan ayollar bek chiqib, endi olsam mush qatamlik bugungi darsimiz siz 30-40 tak shu Yangshinga ochilgan kasbdoshlarni o'zingiz tizimlab akapsiz. Endi bir er bo'lib salayotganingizdan, bir dodi bo'lib salayotganingizdan masalan mush kasbni tavsiya qilish jihatdan masalan o'zingizni qiynalgan tarafingiz yo'qmi? Albatta bo'ldi. Hamda kutinish yo'llarining oldiga bossak, ular mulozimat qilyapti-da yerda. Ishni kirishdan burun ishni chekdik. Ishni chekkandan keyin bu yoq chiqdi. Kutinish qilayotgan bo'lsin, qulaysiz bo'lgan bo'lsin, bir ikki xil suhbatimiz o'tdi, bir azroq vaqtingiz chiqargan bo'lsin degandan keyin ba'zilar perdalarni tortib etib oldimizga chiqdik, kirdik, anaqasini suhbatlashib, tushuntirishib berib qabul qildik. Ba'zilar qo'lib sal aldirashdi, sal saqlab turish imkoniyati bo'lib qolsa, saqlab turinglar dedi. Erinmay saqlab turdik, oxirida mana yaxshi natijalar chiqdi. Biz endi bir kasbni boshqalarga yaxshi olib tunishtiramiz, tushuntiramiz aytganmiz. Biz erinchak, tortinchoq, puqsliqoq, bunday holat bo'lib qolsa bo'lmaydi ekan. Hammalarniki ishlarini to'liq tushunimiz to'g'ri holatda. Ayni vaqtlarda bizlardan bo'lgan, demak kasbni to'g'ri tushunmaslik uchun, hozirmi shunday bo'lyapti-da, kasbning nimaligini bilmaslik uchun. Ularni vaqt kelgancha tushungan vaqtlarimizda bizning oldimiz bag'a vaqt
bağa vaqtlarımızda egilip durup, çay qurup durup, haqandaq men yaxshi bir kasbni tunishtirib kepsizlar deydigan bir holatlarga keldi. Buning azroq vaqtlari qoldi. Mala o'rganib yaxshi bir pul topsa, bundan keyin malaniki qilgan ishlarisiga qarab to'xtab turib, o'rganmasa bo'lmaydi ekan deydigan bir holatga keldi. Bu qiyinchilik biz uchun vaqtlik. Har qanday bir ishniki bir vaqtlik qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilikni o'tib ketgandan keyin har ish oson bo'ladi. Vallahi necha qitim dedik. Bu birinchi qitimlik bizniki sinoqdan o'tadigan vaqtimiz, o'sib yetilish vaqtimiz. Bu daqtimlikka tushuntirish tashviqotining ishlariga sizlar qiynalgan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Mushi badalini bir qitim to'lab o'taylik. Bundan keyin nurg'un qitim bundaq sog'lomlik yetkazish safarlarini ib boramiz. U vaqtlarda sizlarga xotirjamlik oldidagi bir boshqalarga tushuntirish bag'idek fursatlar bo'ladi. Qiynalgan bo'lsanglar, o'rganinglar. Har qanday bir ishniki qiyinchilik bo'ldi. Qiyinchilikni tatmay turib, rahat yurgudek hech qanday birisimizniki nimiz bo'lmaydi deb tushuntirib berib, oxirisi yaxshi natija chiqdi. Rahmat, mana bir yaramlıq ustozning qo'lidan yaramlıq shogirdni bir tarbiyalab chiqdi degan gap. Garxonim mana japaratmadan o'tibsizlar hozir. Oy men tatyapman Japanni, lekin men bu balaga deydiganim nima aytsanglar. Masalan, biz mushlarni oldiq borgan vaqtimizda avval boshlab bir xillik qilib yaramchilik ras bo'ladi. Chunki bular bizni tushunmaydi, bilmaydi. Biz shunga faqat erinmaymiz. Chunki bular mushakili bizni haqiqiy tushungandan keyin bular bizdan ayrılmaydi. Biz aşılarning mush darsdan keyinki bizga aytgan rahmatini anglash uchun qanchalik topasiz arzuydi, shunami? To'g'ri. Rahmat. İlqi erişkəndən başqalarına verilgəndiki huzur bək güzel oldu əməliyyətə. Şunaqı. Rəhmət. Ondan sonra mana xotanik fəaliyyət naiti 13 fəaliyyəti başlandı. Muşu ayınki, yəni 5-ci ayının 12-ci günü güzel Aqsu diyarda bunun da məşəmətlik pondum katı bolğan Aqsudakı muşu Yanşınguan, yəni sağlamlıq kəsb açırğan bir türküm kəsbdaşlarınki yığılış bulmaqçı oxşaşlar kursantlarının Yanşınguan açırğan xocayllarının, lobəllərinin işini yürgüzəməyatqan, pul təpəməyatqan, bu işni qandaq qısaq zadi muşu zaman masajımız dəb yolunu bilməyatqan tuqqanның həmmisini ayrım uçur qılıb Aqsudakı muşu dərsgə bir qıttım qatnışıb qısınlarını çin dilimdən tavsiyə qılma. Aqsud kərəşdə qıl.